Vaqtingizni Allah uchun bermasangiz, Allohmi uning barakatini bermaydi. Alloh taolo sizdan pul milingizning hammasini talab qilmagandek, vaqtingizning hammasini talab qilmaydi. Allohga berishga bexillik qilgan qimmatli vaqtlaringiz qimmatsiz ishlar bilan zayi bo'lib ketadi. Yo'qolan ishlar uchun doktorlarga yugurganga, ujrat kutganga, oddiy bir ishlarni qilish uchun kunlarni, soatlarni sarf qilganga o'xshash. Chunki pul molning zakati bo'lgandek, ilmning va vaqtning zakati bor. Zakatini bermagan pul mol barakatsiz bo'lgandek, zakatini bermagan vaqtmi barakatsiz bo'ladi. Vaqtning zakati Allah roziligini ko'zlab, xolis ibodat va solih amallarni qilish uchun ishlatgan vaqtdir. Shunga vaqtning zakatini ayirish uchun har kuni faqat Allah roziligi uchunla belgilik vaqt ayırın. Shunday qilsangiz, vaqtingizning barakatini ko'rasiz. Masalan, 5 vaqt namozni joyida kamil o'qishga tirishing. Har kuni ma'lum miqdorda tafakkur qilib turib, Alloh taolaning so'zi bo'lgan Qur'on Karimni o'qing yoki tingshang. Alloh roziligi uchun oilangizdagilarga texmi yaxshi muomala qiling. Qo'shnilaringizga yaxshilik qiling, tuqqanlaringizga yaxshilik qiling. Millat va ummat uchun biror yaxshi ish qiling. Ish qilib nimalar qiling, vaqtingizni behuda ishlar bilan zayi qilmang. Allah bergan qimmatli vaqtingizga hurmat qiling. Vaqtni hurmatlasangiz, vaqtmi sizni hurmatlaydi va sizning do'stingizga aylanadi. Agar uni hurmatlamasangiz, u dushmaningizga aylanadi. Vaqt bizga berilgan sarmoya. Aqlli kishilar aşı sarmoya bilan dunyo va oxiratlikni qo'lga keltiradi. Savdo sohasida vaqt pul deb qaraladi. Ammo musulmonning hayotida vaqt ibodatdir. Chunki musulmon odamning vaqti mayli dunyoligi uchun ishlasin, mayli oxiratligi uchun amal qilsin, ibodat ichida o'tgan bo'ladi.